Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun string metodlarimizni davom ettiramiz. Xo'p, string metodlarimizni kelgusi loyihalarimizda barchasini ishlatmasak ham baribir ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan string metodlarimiz bor. Balki qaysidir loyihamizda kelajagimizda kerak bo'lib qolishi mumkin. Bilib qo'ygan baribir yaxshi. Keling, substringdan boshlaymiz. Substringda ham start va end ko'rsatkichlari bor ekan. Ya'ni biz starter boshlang'ich nuqta va kesiluvchi oxirgi nuqtani ko'rsatishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, bu yoqda o'qishingiz mumkin. Stringning ma'lum bir qismini ajratib olish uchun ishlatiladi, deyapti. Start indeksdan boshlab end indeksdan bitta oldingi joygacha kesib oladi. Agar end ko'rsatilmasa oxirigacha kesadi deyishyapti va mana bu yerni ochib ko'radigan bo'lsak, mana bizda matn bor, javascript console.log matn substring 04, ya'ni 0-indeksdan 4-indeksgacha kesib olishi bu yerda ko'rsatilyapti. 4-indeks o'zi kirmaydi, bu yerda 4-indeks s ga teng, ya'ni java degan so'z kesilib olinar ekan. Mana rostdan ham java kesib olinadi. Endi bu yoqda to'rdan boshlab oxirigacha kesib oladi, ya'ni skriptni o'zi kesib olinar ekan. Slice ga o'xshab ketadi. Mana substring slice ga o'xshab ketadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Tak, bo'lini yopib qo'yamiz. Mana. Demak, substringni tushundik. Keyingisi qiladigan ishimiz replace old value va new value. Ya'ni replace bu joyini nima bo'ladi o'zbekchaga? Qanday tarjima qilinadi replace? Misol uchun bu nima qiladi? Bir qiymatni o'rniga yangi qiymatni almashtirib qo'yadi. Misol uchun string ichidagi biror qismni boshqa bir qiymatga almashtiradi. Faqat birinchi uchragan qismni almashtiriladi, deyapti. Keling, mana shuni ochib, misol tariqasida ko'rsatib beraylik. Const matn salom dunyo va console.log ga replace qilyapmiz. Matnni ichidan replace metodini ishlatyapmiz. Dunyo degan so'z bu old value, ya'ni bu yerda bo'lishi kerak bo'lgan value. Buni do'stlar so'ziga alishtirib qo'yapmiz ekan. Salom dunyo emas, salom do'stlar so'zi shu yerda paydo bo'lar ekan agar ko'radigan bo'lsak. Mana ko'rishingiz mumkin. Salom do'stlar so'zi paydo bo'ldi. Mana. Demak, replace eski mana bu yerda mavjud bo'lgan so'zning o'rniga yangi so'zni qo'yib qo'yar ekan. Xo'p. Yaxshi. Keyingisini ko'ramiz. Bu yoqda replace all. Bu yoq replace all, mana bu replace ni o'zi faqat bu yerda barcha o'sha bir xil bo'lgan so'zlarni almashtirib qo'yadi. Ya'ni bu yerda faqat bittagina dunyo so'zini o'zgartiradigan bo'lsa, agar dunyo degan so'z juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'shalarning barchasi uchun amal qilar ekan replace all metodi. Xo'p, bu yerda aytayapti, ta'rifda string ichidagi barcha mos keluvchi qismlarni almashtiradi, deyapti. Const matn salom dunyo, dunyo go'zal. Ya'ni bu yerda dunyo degan so'z 2 marta ishlatilyapti. Const matn salom dunyo, dunyo go'zal. Va bu yerda dunyo degan so'zni hayot degan so'zga o'zgartirib qo'yishyapti. Mana salom hayot, dunyo go'zal. Uzr, chunki buni almashtirmagani sabab katta D bilan yozilgan ekan. Mana kichkina qilib qo'yamiz. Mana endi o'zgardi. Juda yaxshi. Xo'p, mana sizga natija. Buni ham ko'rib oldingiz. Mana. Keyingi ko'radigan narsamiz split. Bu bo'lish degani split. Xo'p, delimiter ta'rifini o'qiymiz. Stringni ko'rsatilgan ajratkich bo'yicha bo'lib array massiv qaytaradi. Ya'ni bizda split metodi stringni kerakli bo'laklarga bo'lib bizga array qaytarar ekan. Keling, misolni ko'ramiz. Bizda matn bor, olma, banan, apelsin degan matn bor va u matnni agar biz split qiladigan bo'lsak,
split, ya'ni mana bu har bitta virguldan keyin deyapti. Virguldan keyin bo'l deyapti va ularni arrayga aylantirar ekan. Xo'p. Ta'rifini qaytarib o'qiymiz. Stringni ko'rsatilgan ajratgich bo'yicha bo'lib, array massiv yaratadi. Ya'ni string birinchi bo'ladigan qismimiz olmagacha bo'ldi. Va undan keyin bitta bo'sh joy tashlayapti. Bo'sh joy tashlayapti-dagin bu yoqdan yana boshlanyapti. Yana virgulgacha bo'lyapmiz va yana bo'sh joy tashlab, yana virgulgacha qolgan qismini virgul bu yoqda yo'q va oxirgisi bo'lgani uchun oxirgi qismini olyapmiz. Va bu yerda apelsin qaytib kelyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Olma, banan, apelsin. Kelinglar mana shu virgulni o'rniga nuqta qo'yib ko'ramiz. Nuqta qo'yib ko'raman va mana bu virgulni o'rniga men nuqta qo'yib ko'raman. Mana bu yoqda natijamiz bir xil, chunki nuqtagacha bo'ladi. Endi oralarini kelinglar atayinlabdan yopib qo'yishim mumkin yoki mana bu yerdagi orani yopib qo'yamiz. Nima bo'lishini ko'ramiz hozir. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda har bitta nuqtagacha kesyapti. Kesib olyapti va mana bu bo'sh joydan boshlab yana kesib olyapti. Agar biz bo'sh joy tashlamaydigan bo'lsak, demak mana bu bo'sh joylarim qo'shilib ketib qolar ekan. Mana bu yerdagi bo'sh joy mana shuning uchun xizmat qilyapti. Mana endi hammasi joyida. Xo'p, o'ylaymanki splitni ham bilib oldingiz. Bu massiv qaytaradi. Keyin o'rganadigan narsamiz trim. Ta'rifi stringning boshida va oxiridagi bo'sh joylarni olib tashlaydi. Misol uchun mana bundaqa so'zlar bo'lib qolishi mumkin. Inputdan so'z kiritayotganimizda balki mana bunaqa joy tashib olish ehtimollari bo'ladi, formalarda balki. Ehtimoliy xatoliklarni oldini olish uchun ko'proq trimdan foydalanamiz. Shunga o'xshagan xatoliklarni oldini olish uchun. Ya'ni bizda stringimizda ikkita chekkada mana bunaqa bo'sh joylar bor va bu bo'sh joylar bizga kerak emas. Uning uchun biz trim metodidan foydalanamiz va bizga natija shunchaki salom dunyoning o'zini qaytaradi, ortiqcha bo'sh joylarsiz. Mana ko'radigan bo'lsak, mana salom dunyo qaytib keldi. Juda yaxshi. Trimni ham mashq qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Va keyin o'rganadigan metodimiz bu start with degan metod hisoblanadi. Xo'p. Start with bilan davom ettiramiz. Start with o'z nomi bilan shu bilan boshlanyapti degan ma'noni anglatadi va bu yerga qanaqadir yozuv keladi. String ko'rsatilgan substring bilan boshlanishini tekshiradi. Agar rostdan ham shunday boshlansa true yoki false qaytaradi. Misol uchun mana buni ochib ko'ramiz. Matn bor bizda JavaScript. console.log start with Java. Java degan so'z bilan boshlanadi va mana bu metod. Agar boshlansa, natija bizga true qaytaradi. Agar bu Java bilan boshlanmasa, demak bu bizga false qaytaradi. Ochib ko'ramiz. Mana bizga yuqoridagi true, pastdagisi false qaytardi. Juda yaxshi. Xo'p, keyingisi buni teskarisi end with. Endi bu mana ochib olamiz. Oxir bilan tugashi, ya'ni mana bu yerda end with script. Mana bu matn script bilan tugayaptimi? Agar script bilan tugatgan bo'lsa true, Java bilan tugatgan bo'lsa, ya'ni Java bilan rostdan tugamayapti bu yoqda. Demak, bu false qaytaradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana false qaytdi. Demak, ikkalasining farqini tushunib olding deb o'ylayman. Keyin o'rganadigan narsamiz char add. Char add berilgan indeksdagi belgini qaytaradi. Misol uchun, keling buni ko'ramiz. Bizda matn bor, JavaScript degan va bu yoqda biz console.logga chiqaryapmiz. Matn char add 0. Ya'ni 0-indeksini chiqar. 0-indeksida qaysi harf turibdi? Katta J harfi turibdi. Demak, bizga katta J harfi qaytib kelar ekan. Bu esa 4-indeksini ko'rsatyapti. 4-indeks esa S turibdi. Mana bu bizga S qaytib kelyapti. Ko'radigan bo'lsak, JS harflari chiqib keldi. Demak, char addni ham tushundik. Berilgan indeksga qarab harfni ko'rsatar ekan. Repeat
Endi repeatni ko'rib olamiz. Stringni ko'rsatilgan marta qayta takrorlaydi. Keling, matn salomga teng bo'lsin va konsol nuqtalogga matn, ya'ni salom, repeat 3 degan raqamni berdik. Ya'ni 3 marta bu salom degan so'z qaytarilar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Salom. Ajoyib. Keyingisi. Endi buni o'chiramiz. Concat degan metod. Concat ikkita stringni bir-biriga qo'shishni xizmat qiladi. Ikkita va bir nechta bo'lishi ham mumkin. Keling, bizda matn 1 salomga teng, matn 2 dunyoga teng bo'lsin. Atayin bu yoqda joy ochib qolindi, bular qo'shilgan vaqtida yopishib qolmasligi uchun. Console.log matn 1 concat matn 2, ya'ni natija salom dunyo degan yozuv bizda paydo bo'lyapti. Ya'ni matn 1 ga matn 2 ni qo'shyapmiz. Matn 1 concat matn 2. Ajoyib. Mana ko'rishingiz mumkin, salom dunyo bizda qo'shildi. Ya'ni ikkita stringni bir-biriga mana shunday qo'shishimiz mumkin ekan. Xo'p, keyingi o'rganadigan metodimiz bu yerda pad start. Pad start nima? Stringni ko'rsatilgan uzunlikka yetkazish uchun boshiga belgi qo'shadi, deyapti. Keling, ko'rib olamiz. Matn bizda 42. Pad start, o'sha matnga pad start metodini ishlatib 5 beryapmiz. Ya'ni bizda mana bu matnimiz uzunligi 5 bo'lishi kerak ekan. Ya'ni uzunligi 5 bo'lishi kerak ekan va uni 5 gacha yetkazish uchun to'ldiradigan belgi. Mana bu stringning ichiga yoziladi, qo'shtirnoq ichiga 0. Demak, start bo'lgani uchun bu mana shu 42 ning oldidan qo'shiladi. 5 ta bo'lishi uchun 0 42. Uzunligi 5 ta bo'ladi va mana bu 0 belgisi mana bu elementning boshidan qo'shiladi. Mana shu bizda pad startga teng. Mana pad start. Endi teskarisi pad end degan narsa bor. Bu xuddi shunga o'xshash, ammo boshidan emas, oxiridan qo'shib beradi. Mana ochadigan bo'lsak, matn 42, console.log matn pad end 5 va 0. Ya'ni 42 ni uzunligi 5 bo'lishi kerak. Hozir bu yoqda uzunlik 2 ga teng. 3 ta qanaqadir narsa qo'shishimiz kerak. Va bu yerga biz 0 ni qo'yib qo'yganmiz. O'shaning uchun bu 42 3 ta 0 bo'lib keladi. Nima uchun oxiriga kelyapti? Chunki bu pad end, oxirida kelish kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Keling, mana bu 0 o'rniga boshqa metod qo'shib ko'ramiz. Misol uchun mana bu yulduzcha. Mana ko'rishingiz mumkin, hammasi mana shunday ishlaydi. Demak, mana shular bizda string metodlari ekan. Xo'p, bularni 2-3 marta ko'proq qayta yozishga harakat qiling, ko'proq esda qolish uchun. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha.